Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Partlagan sükut programımızın 13-cü sanını görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli qındaşlar, biz programımızda hammalarga ma'lum biz bu programını başlağandan tatib bugünkəgəcə 13-cü bölüm kepdik. Xitay təcavüzçülərinin vətənimizdə elib berib atqan şu əşəddi insan təsəvvür qılğısız bu zulümlərini, vəhşiliklərini bevosita birinci qol şahidleridən şu yoki özünün beşiği kelgan yoki ailesi kelgan bu musibətlərini, faciələrini ekran arqılıq bu Xitayның vəhşilikini dunyoga echib berish üçün o'rinlashtirib bugungi kuniga keldik. Qarindoshlarimiz kundan kunga jasorat qilib bu ekranimizga chiqib kelyotdi inshaalloh. Texnik ko'p qarindoshlarimizniki bu ekranimizga kelib ailesi kelgan, beşiği kelgan bu Xitay'nınki vəhşiliklərini, zulümlərini bugün dünya Şərq Türkistan xalqidan, Uyğur xalqidan bir ispat, dəlil tələb qılıyatqan bugünkü gündə texnik köp qarindoshlarımızın kelishini ümid qilamiz. İnşallah bugün ekranımızda yanımbək bundan ilgirki programmalarımızda tilg'a olgan faciadan bakrak bir ichinishlik faciani bugün afsuski yeni ekranlarımızga keltiramiz. Bugünkü mehmonimiz Mehribongul Qavul hadimizni taklif qildi. Qimmatli vaqtdan chiqib kelganligi uchun oldindan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Oldi bilan hamda Mehribongul adam shu sizniki qachon Turkiyaga chiqdilar, vatanda nima sababdan chet elga chiqishga sabab bo'lib qoldi, majbur bo'lib qoldilar. Bu vaqtda sizni biroz tunib o'tsak oldi bilan. Men Türkiye'ye çıkıştaki sebebimdi. Ben bir adli ticaretçiydim. Kızım Merbiye okuydu mektepte, 38'de. Ondan Ürümçi'de mi? Ürümçi'de, 38'de mektepte okuydu. Yalan baştak hamdi okudu, yağlıqnım atkıl koymadı hamdi. Namaz okusan yasak dedi. Oğul vallahi cüme günleri bolsa, oğul vallahi okuyatkan vallahi 12 yerimden keçik gelini cezaldı. Benim kızım kız bala, lakin bir vaqt namazın peşimde okuyduğum şarat bulmadı. Mektebim kildi, çay içmeyin çapıdı mektepke. Şunun da könlüm yerim boğanda, hem de bir pasport bücürdü gayış bol, pasportunu bücürüp hem de kızımını bir azırak bir yaxşırak mektepte ilgar. Biz Müslüman boğanken azırak bir Müslüman nemisi gibi uygunrak bir okusun, bu kızımını bir çoğunrak hayat okuday dep, Türkiye'ye keldiğinga jabdudu. Türkiye'ye şu kızımını edip meyege keldim. Kelip ben keyin bu kızımını orlaştırıp koyup ben ketip boğaça arlıqta bu nurgun gepler boldu. Bu yege Türkiye'ye kelgeldi kessek mandanım kudu vaziyet özgerdi o bu degen gep boğalı ben ketmeyi turup kaldım. Kızım işede okuyatıdı, kızım okuyatıdı ben. Bizning Sen de vatanın nereden? Vatanın Aqsu'dan. Aqsu'dan. Lekin Ürümçiga yenib kelib o'tiraqlashib qolgan. Ürümçi o'tirdi. 2014-yili Ürümchiga kelib o'tirdi. Qizimiz Marbiya bilan siz chiqdingiz, chiqqan vaqtda shundaymi? Turkiyaga qancha yili keldingiz Turkiyaga? 2016-yili 5-oyning 27-kuni ishga tushdim. Ya'ni o sizlarning pasport ola olishinglardagi sababmi Xitoyning 2015-yili bir mezgillik xalqaro bir narsa ko'rish uchun pasport berish uchun yo'l qo'yayotgan vaqtda pasport olishdan shu vaqtda shu dastlab mezgilda shu Ürümchida turdik, tursaq pasport hal qilishni boshlabdi dedi. Biz onubimiz Aqsu'da bo'lganken ham adam nada bo'lsa shu yerni hal qilgan bo'lganken Aqsu'ga berib aşağıdan pasportga tizimlatib, qo'ng'injilik berib shu pasportni. Yani tuncu bulup chet elga chiqishingizdagi sabab yani şu bir erkin dunyoda qizingizni texnik yaxshi yerda o'qitish uchun qonunli pasportni elib normal yo'l bilan qonunli holatda keldingiz degan gap. Shundoq. Turkiyaga. Va qizingizni o'rlashtirib qo'yib, asli niyatingiz ketmoqchidingiz. Ketmoqchidim. Chunki yo'ldoshingiz u yerda boshqa necha bolangiz bor? 2 yıl balam batım, bir kızım yegendir ekandim, bir kızım kalgan, kızımның yoldaşı var, balları var, ailesi boğanken ben öyde, bizim öyde oltağız koyup ben de yenip geldim, kızım edip küçüğüne. Lekin kaytıp keteden ketmeştim ben, kaytıp ketip boğaçı yani açtık şum haberle.
Türkiye'ye berip kelganini uttur aydırum tut etipdi. Aydırum kelganini o men uy kelgeli qo'ymay tutib endi so'roq qilib mushta qilibdi degan gaplar bo'lgankin shuning bilan men qo'rqib ketmadim. Xo'sh. Shu qizim kichik bo'lganki o bolani bu yerda qo'yib ketamidim ketsam. Qizimni qo'yib ketamidim. Xo'sh. Endi shu hozir ham qadrli qarindoshlar biz shu ekranga kirishdan burun biraz bu yerga kelish ekranga chiqishdan burun biraz paranglashdik abay. Endi ikki qizi bo'lib yana birisi Marbiya qizni o'qitqili kelibdi birinchisi. Ham yana bir qizimizningki ismi nimati? Mahira. Mahira. Endi cho'ng qizingiz deymi Mahira? Cho'ng qizim Mahira. Cho'ng qizni Xitoyda o'sha qurboniyatning nechinchi kuni va tafsilotini so'rayman endi bu. Eng ichinchi bo'lgan yerim hech qanday bir narsaga hayotida aralashib boqmagan. Bu qizningki olib ketib bu qizning hatto jasadini bilmagan, o'lganligini xabar qilgan gap. Ammo jasadini ta hozirgacha bilmagan gap qadrli qarindoshlar. Xitoyning nejisligi, Xitoyningki bu tajovuzchilik harakati bugun dunyoda Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki o'tgan qatimliq yig'inidimi numus qilmasdan bizda unda ish yo'q deb inkor qilib turgan Xitoy doiralarininki Xitoyninki abdi bashirisi bu qadrli qarindoshlar. Bevosita o'zininki qizininki degan da'vosini qilib chiqyapti qadrli qarindoshlar. Biz shu shahid bo'lgan Mahira singlimizningki rasmini ekranga chiqarsangiz mana ekranda ko'rib turyapmiz. Shu qizimizga bu vaqtda biraz suhbat qilib bersangiz, bu qanday bo'lib, qanday ma'lumot oldingiz, qachon bo'ldi bu ishlar, tafsilotini so'zlab bergan bo'lsangiz. Alloh sabr ato qilsin, Alloh shahidlardan qabul qilsin inshaalloh. Qizim shu oilada bola vaqti, kuyovimni o'tgan yil shu azroq bir ishlar bilan aktiv Aqsuda lager solib qo'yibdi ekan. Qizim bolalar bilan shu Urumchida uyda turug'liqdi. Bu yil shu 7 yaqin shu anchim do'stlar chamber keldi, buna bir narsa chiqirdi, bir teshik deb buna turtdim. Ya'ni siz bilan aloqalashishga jur'atmi qilinmay, normalda shu aloqalash uchunki hammamizga ma'lum chet eldagilar aloqalashishdan deb chatoq chiqardiganligi. Ya'ni normalda biraz siz bilan aloqalashmay do'stlar chamberiga o'zining saq ekanligini bir bildirib qo'ydigan u bu narsadan chiqarib qo'yib kelayotgan tushunami? İşte bir narsa chiqarib qo'yib kelayotgan. Mush 7-oyning 10dan keyin chortli bir narsa chiqolmadi. Chiqolmagan keyin men qizimdan bek ansirdim. Ansirab shu surishti qoldim. Hech narsadan aloqasini anglayolmadim, xabarini olaman. Shu bir qizimning bir do'stining bir undidoriga gap qilgandim. Gap qilsam Mayra ba teshliq dedi. Men bir xabarini o'qisam bo'ldi, uqolmadim. Yo'qolib ketdi qizim 7-oyning 10dan boshlab desam. Şu 7-oyning 8-oyning 10-si şu qizimni mushtaq tutib akitib 10 necha kun bo'pti tutib akitib mushtaq shu nima so'roq bardoshlik berolmay shit bo'lib ketibdi deb angladim. Ashta anglab men bek azoblandim. Qizim oila ayoli bola vaqtida navrilarim beqib uyda o'tiribdi. Necha bolasi bor? 6 bolasi bor. Qarindoshim, navrilarning rasmini chiqaraylik. Bizda 6 bolaning hammasini ayrim-ayrim rasmlar bor. Bu ekranga keltiraylik, mana ekranda chiqib turadi. Ya'ni navrilarning cho'ng qancha yosh? 11 yosh. Cho'ng 11 yosh, kichigi? Kichigi 2 yosh. Siz chiqqan vaqtda 2 yoshda shundaymi? Men chiqqanda tug'ilmagan o qizim, kichigi. Eng kichigi 2 yoshda. Men qaytib chiqqandan keyin tug'ildi kichigi. Subhanalloh. Hozir navrilarning nima ekanligi aniq emas. Ya'ni hatto Mahira sonimizningki yo'ldoshi taksi haydayotgan to'g'ri Shuhrat Mehmet. Uning lagerda ekanligini qachon bildingiz? Bilmayman. Lagerda ekanligini bilgan. Uni bir yil bo'ldimi kirib ketgan? Bir yil bo'ldi, bir yil bo'lib qoldi. Hadi yo'ldoshingiz haqida so'zlab o'tamiz. Siz chiqib ketgandikanlar kirib ketdim yo'ldoshingizni. To'xti Yusuf. Uni beni o'qimadim, qizim o'qibdi. Shu dadamning işte akir kitobda shu xanzuch xat uygun etibdi, yozib uygun etibdi deb boshladi. Men o'qimadim, shu qizim anglabdi. Qizingiz undidor bilan boshqalar bilan aloqa shundami? To'xti Yusuf akamizning rasmini ekranga chiqarsak, keynimiz chiqib tursa ekranga. Nima ish qildi yo'ldoshingiz?
ticaret qildi. Ürümçi ticaret qildi. Taksi, mudaqillik mashina, oil mashinasi bordi. Oil mashinasini ertasi oqshomdan ancha-muncha kira qilib qo'ydi. Ba'zan o'shoqchak tijoratni qilib qo'ydi bir narsa. Paxta, chigit elib sotadi. Xo'sh, endi shu Mahira shahidimiz qizimiz Mahiraninki xabarini ağılısıga hozir bilgan qancha kun bo'lgan bo'ldi? Dushanba kuni oldim, dushanba kuni kechda. O'tgan seshanba 7 bo'ldi. Ma dushanba kuni kechda oldim, namoyshanba. Kechda. Shu vaqtda anlab. Hatta shu endi bu qizni o'ldirib o'tib, uning kendidan bu nejislar bu jasadini bermay, endi xo'p hozir buni tunuydigan qanday odam borkin deb hozir atrofdagi burunduga ochdigan yerdagi kishilardan tekshirib, shuni tunuydigan odam bormi deb tekshirayotganligini dedi Azabay. Bu haqda so'zlab bergan bo'lsangiz, nima ish qilibdi masalan? Soqchilar. Ha, shu qizimni shahid qilib o'tib bo'lib, qizimni so'roqda shahid qilib o'tibdi. Ha, bu qizim oilada bola boqqan keyin, lekin boshqa hech qanday ishlarni bilmaydi. Shahid qilib o'tgandek, ashdaq bir o'ldirib o'tgandek, mening qizim hech qanday jinoyati yo'q. Shu so'roqsizki, shu ig'ir qiyin qistaklarni shahid qilib ketgan. Ig'ir qiyin qistak ilib, ashdaq shahid qilib o'tganda, mening qizimning hech qanday jinoyati yo'q. Shu opam ketdi, so'ndan ketibdi dedi, endi degandi, masalan. Yana o kesin siz bir cinayet işlep qilib ketmadingiz ki. Shu Xitoy bergan pasport bilan keldingiz ki. Shundoq. Men qonunliq keldim, ya qechib kelmadim. Men qonunliq bunday sayohat qilgach qizimni bir yaxshiroq o'qish bo'lsa, miyadagini umdaroq bir o'qitay deb keldim, qizim kichik bo'lgan keyin. U yerda hech qanday bizning bir erkinlikimiz yo'q. Aynan yog'liqni beshiga roman atqil qo'ymaydi, kaltiyan mayka kiydi, maktabning kiyimini. Kaltiyan kiyimiz unumaydı, yağlığın evetimiz unumaydı. Öydün mektep bağıç yağlığın asımı ağırlıkça tilkamrağı çıkıp kalsa onun yeni cazaba. Şununla ben bir erkin dünyaya verip, muş kızımın azıcık kız balı olan keyin bir işbet numusu bilen bir beşik yağlık atıp, bir hukukdaki şaraitki iyi kılay kızımını. Azıcık Müslüman olan, Müslüman bir dinli, azıcık oktay bilim. Asım deb şunu olamış. Geldim ben kanunluk geldim ayrılan da pasportunu hükümetine badi kanunluk bergen pasportunu elip geldim. Ben akıyordum kaçıp gelmedim. Açta duruğum benim tukallarım, karındaşlarım erikler ruhu solap koydu ayna. Adım bu kızımı öldürüp ölükünümü ayna vermey. Kim tukun yokken. Yıkını kim bu yıkını var bu deb. Yıkını tukallarını izlevatkan yapalım. Tukallarını izlep. Yıkın kim o deb yıkılırdım açtım. Qiynab qipti yıkılırım sonra qilib qanday to'ynayding, nima aloqang bor deb. Qadrli qarindoshlar, mana shu dushmanimizningki haqiqiy yuzi bu, qadrli qarindoshlar yani. Yani hiç qandaq bir Xitoyga qarshi bir ish qilgan bir oila emas. Bir sobiq o'tkazgan burunqi buni oilasining bir jinoyati yo'q. Hayotida hech qanday bir Xitoyga qarshi bir ish qilib baxmagan oilaning beshiga kelgan bir kun. Yani buningdan ortiq bir dalil, buningdan ortiq bir hujjat bo'lmasa, Xitoyniki qanchalik jinoyatchi ekanligiga qadrli qarindoshlar. Hem de siz hem de birden bir bulanınki meyladır yoldaşınız olsun ve kızınızınki yoldaşı olsun, köyoğlunuz olsun ve altın nevriniz hiç kaysının izleyerek bilmeysiniz. Bilmeyim. Kolunuzda bulanın resimleri eminesiz. Bak, bulanın çet eldeki birden bir dava geçisi, bulanın soruqını kıldığın işkinler çet eldeki şu yeninizdeki hazır kızınız bilen siz kapsız hem de. Şundak. Bunun için qandaq planınızda qandaq yerlergemde hemmeye bununki soruqunu sorap ahırgıcı nima ish qilmoqchisiz? Izdirgini qilman, ahirgacha biz balalarımda izdirgini qilman, nevirlarimni topman, nevirlarim nerede bilmayman. Elbette bizmi yüz qo'llaymiz qonuniy jihatdan qilishga tegishli bütün arkaysi xalqaro organlar bo'lsin, davlatdagi qonuniy organlar bo'lsin.
oxirgacha bu da'voning keyinda turib mengishingizga bizni albatta qo'llaymiz. Butun xalqimiz qo'llaydi. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Allah bu büyük başınız kelgan bu musibatga Allah sabr ata qilsin. İnşallah bu kunlaringiz bunda o'tib ketmaydi. Rabbim cho'qim bu nejislarninki, bu tajovuzchilarninki mayli dunyoda bo'lsin, buning jazosini cho'qim berdi Rabbim inşallah. Biz ham butun xalqimiz bularninki bu vahshiyligini oshkorlashga, bu vahshiyligiga qarshi harakat qilishga butun kuchimiz bilan oxirgacha, oxirgi tiniqimizgacha buni hep mağamiz albatta. Ahırda deydigan, xalqimizga deydigan qanday Aç oilda balasını qilib uyda jim o'ltirgan odamni apirib o'ltirib shit qilib o'tadi. Aşındaq benim adam kötürügünsiz aşda azaplap hiç qanday günah yo'q qizimni o'ltirib azroq günah o'tkazib qolgan odamni qanday qildi? Hiç qanday günahsız qizimni aşda so'ra qildi deb o'ltirib o'tib o'lgunim bamsa tuqul yo'qkan deb yiqinlarini bo'sh qo'ymasa qolgan jinoyat azroq jinoyat o'tkazib qolganini uni qanday qilmoqchi? Oxirgacha so'rqin qilaman, navalarimni istirkini qilaman. Xalqimizga deydigan, chet eldagi xalqimizga deydigan so'zlaringiz. Chet eldagi xalqimiz deydiganim shu qizim uyda jim o'ltirgan odamni ashda o'ltirib etdi, aynan shit qilib etdi. Men qonunliq chiqqan qichib oqdim chiqib ketmagan. Ashda tursak yana bu qizimni o'ltirib etib, tuqqanlarimni lagerga akirib qo'ydi, bir singlimni akirib qo'ydi, acamning o'g'lini akirib qo'ydi. Lagerda nurg'un tuqqanlarimiz bor, bilmaydigan netsi bor, bilmayman. Bütün tuqqanlar, bütün aşı qarindoshlar, mush chet eldagi muhojiratga jimi qarindoshlar sukut qilib o'ltamay, cho'qim chiqib zulmni anglashimiz kerak. Biz bunda o'ltasaqmi mana? Qizimni o'ltirib etdi ayna. O'lgunim bamsa, bolalarim yo'q, nabalarim nada bilmayman. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Ziyaretimizi qabul qilib kelganligingiz uchun. Qadrli qarindoshlar, yani nima deyishimizni bilinmaydigan bir nuqtaga, yani bu so'zlarning kendim boshqa bir so'zni qo'shishning o'rni yo'q deb qarayman. Anglab o'tdinglar qisqagina shaklda. Yani bundan ibrat elishimiz, buni chunqur o'ylashimiz kerak qadrli qarindoshlar. Yani bu chaqiriq, bu nido yetarli deb qarayman inshaalloh. Har birimiz mana shundaq oilamiz kelgan bu ishlarni, bu Xitoyni razil qiladigan, Xitoyning bu jinoyatni echib tashlaydigan butun yo'llarni cho'qim chet eldagilar buni qilishimiz kerak. Yana chaqiriq qilamiz. İnşallah yana bir qatma boshqa bir suhbatda ko'rishishimizni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.